hojatxonaga chiqishda muammolar bo'layotgan bo'lsa, ichki ichishda muammolar bo'layotgan bo'lsa, mana shu suvdan ichinglar. Bu antioksidant, vodorodli suv hisoblanadi, tirik suv hisoblanadi. Apparat shunaqa, spesial ichiga toza suv solasizlar. Mana bu shilachyon toshlari bor, kalsiy toshlari bor и vodorodni generatori bor. Ikkita elektrodi bor, titandan, platinumdan. H2 ni ikkiga ajratib, molekulyar vodorodga to'yintirib beradi. Bu suv antioksidant suv hisoblanadi, detoksga ham vazifasini bajaradi. Metabolizmni tezlashtiradi, qonni suyultiradi. Yana bitta zo'r tarafi normalniy tualetga yugurtiradi. Boya bir ikkita klientlar ham so'rashyotgandi. Ichki ichishda muammo bor, mana shu yordam beradi. Bu dahshat yordam beradi. O'zi bemalol 1-2 kunda sezasizlar. Faqat har kuni 2 litrdan kamida ichishinglar kerak. Tana vazniga 30 mg, 60 kg bo'lsanglar 1.8 u yog'ini hisoblayverasizlar. Har kun ichib turish kerak. Bu ichi suradi. O'sha problemadan ham xalos qiladi. Qonni suyultirishga ham qisman yordam beradi. Bu vodorodli suv.